Ko'proq qaysi harflarda kamchiliklar bilan kelishadi? Ko'proq R harflari, S Sh, harflari, S Sh harflari. Kimdir shni juda ham qo'polroq sh deb talaffuz qiladi. Keyin ko'proq q va k harflariga ham qiynaladiganlar bor. Aralash talaffuz qiladi. Q harfini k talaffuz qiladigan o'quvchilarimga to'g'risini aytsam 2 oydan oshiq ishladik. Biz q ni qidirdik. Juda ham ko'p. Q topildi. Q qayerda ekan? Qga eng oson she'r bor. Erkin Vohidovning ajoyib bir she'ri bor. Q harfiga qaro qoshing, qalam qoshing, qiyiq qayrilma qoshing qiz, qilur qatlima qasd qayrab. Qilich qotil qaroshing qiz. Qafasda qalqushing qiynab qanot qoqmoqqa qo'ymaysan. Qarab qo'ygin qiyo, qalbimni qizdirsin quyoshing qiz. Agar siz qalbimni kuydirsin qaroshing qiz deyotgan bo'lsangiz to'g'ri ijro qilyapsiz. To'g'ri. Bu she'rni yod olib tez aytish qilib aytish kerak. Tez aytish qilib aytish kerak. O'quvchilarimga q'si yo'q o'quvchilarimga mana shu she'rni tavsiya qilaman. Qama shu yerda deysiz. Albatta. Va Qutlug'on romanining ham o'qinglar.